Kitob o'qigan insonning dunyoqarashi keng, tafakkuri boy hamda ma'naviy salohiyati yuqori bo'ladi. Bugungi kunda mamlakatimizda davlatimiz rahbarining ezgu tashabbusi asosida kitobxonlikka qaratilayotgan e'tibor yoshlarning bilim va imkoniyatlarini oshirmoqda. Tashabbus hamda izlanishlarni ro'yobga chiqaryapti. Yosh kitobxon oila hamda shu kabi tanlov va tadbirlar ko'pgina bilimli hamda iqtidor sohiblarini kashf etmoqda. Ko'rsatuvimizning ushbu sonida Saido Nasafiy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida bo'lib o'quvchi yoshlarning bu maskanda vaqtlarini qanday o'tkazishayotgani bilan qiziqdik. Eng e'tiborlisi, maktab o'quvchilari uchun tashkil etilgan O'tkir Hoshimov qalamiga mansub Dunyoning ishlari asari taqdimoti ustidan chiqdik. Mazkur taqdimot qiziqarli hamda foydali kechgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Yigit-qizlarga asardagi hikoyalar batafsil tarzda tushuntirib berildi. Ularni qiziqtirgan qator savollarga javoblar qaytarildi. Bizning Saido Nasafiy nomidagi Qashqadaryo viloyat axborot kutubxona markazimizda deyarli har hafta, har oyda kitobxonlik kechalari, tadbirlari o'tkazilib turiladi. Nafaqat maktab o'quvchilari o'rtasida, universitet, institut talabalari, qolaversa boshqa tashkilot, hamkor tashkilotlarimiz bilan ham har xil zakovat o'yinlari, kitobxonlik tadbirlari o'tkazib turiladi. Muhtaram Prezidentimizning kitob o'qish va kitob mutolaasi to'g'risidagi qarori chiqqandan beri bizning mana shu kutubxonamizda juda ham ko'p tadbirlarga keng e'tibor qaratilmoqda. Bizning kutubxonamiz keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Bunda yosh chegaralanmagan. Bizning kitobxonlarimizning asosiy qismini asosan yoshlarimiz tashkil etadi. Yoshlarimiz o'rtasida elektron adabiyotlarni o'qishga nisbatan ko'proq o'sha bosma badiiy adabiyotlarni, ilmiy adabiyotlarni o'qishga bo'lgan qiziqish juda ham baland. Hozirgi yoshlarning asosiy qiziqishlari ko'proq o'zimizning o'zbek adabiyoti va tarixiy adabiyotlarga bo'lgan qiziqishlar juda ham katta. 20-asr o'zbek adabiyotida o'z o'rni va uslubiga ega bo'lgan adib O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov bugungi davr o'quvchisining ham sevimli adibi bo'lib qoladi. Jonli va hayotiy tasvirlar, sof o'zbekona yondashuv va xarakter, qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar mutolaasi o'quvchini o'z ta'siriga oladi. Nafaqat millat, balki chin insoniylik tarannumi yozuvchi asarlarida yetakchilik qilishi kitobxon uchun tarbiyaviy va hayotiy saboq bo'ladi. Xoh jiddiy, xoh hajmiy bo'lsin, O'tkir Hoshimov asarlarida hayot qaynaydi. Unda har birimiz o'zimizni, oilamizni, do'st va yorimizni, hatto hech kimga o'xshamagan onamizni ko'ramiz. Aytish mumkinki, Dunyoning ishlari O'tkir Hoshimovning onasi bilan bog'liq hikoyalari to'plami sanaladi. Ilk marotaba 1982-yilda nashr etilgan asarda Toshkentning urushdan keyingi yillari tasvirlangan. Yozuvchi o'z oilasi, onasi misolida toshkentliklarning o'sha yillari boshidan kechirgan hayoti va qiyinchiliklarni tasvirlagan. O'z navbatida asar ko'pgina chet tillarga ham tarjima qilingan. Qolaversa, Dunyoning ishlari asari yurtimizdagi ko'plab xonadonlarga ham kirib borgan. O'zining o'quvchilarini topib ulgurgan beqiyos asar sanaladi. Kutubxonachi opamiz gapirib bergan narsalardan biza, ya'ni men ko'p narsa bilib oldim. Gilampaypoqni gapirib berdilar Dunyoning ishlari nima kitobidan. Unda men juda katta taassurot oldim. O'zi onam yaxshi ko'raman. O'sha gilampaypoqni gapirib berganlardan keyin ta'sirlanib, onamga bo'lgan mehrim yanada oshdi. Keyin yana o'zi kitob o'qishni yoqtiraman men. Bugundan keldim bu kutubxonaga, endi har kun kelishga harakat qilaman. Iloji boricha ko'proq kitoblar o'qib, o'zimga bilim orttiraman. Biz bu kutubxonaga kelganimiz, bu O'tkir Hoshimovning asarlari juda ham qiziq ekan. Onasiga mehri, men uyga borgandan keyin alohida o'zim o'qib, yaxshilab ma'lumotga ega bo'laman. Bugungi tadbir yaxshi bo'ldi. Men uchun onamga bo'lgan mehrim yanada oshdi. Turli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Menga bu tadbir juda ham yoqdi. Oldin ham o'qiganman bu kitobni, lekin bu ustoz juda ham yaxshi tushuntirdi. Juda ham ko'p tushunchalar oldim bu haqida va men har doim endi kelaman. Shu yil kelishni boshladim men. Menga tavsiya berishdi dugonlarim. Asosan Yashamoq kitobini o'qishni boshladim. Shu yildan kelganim uchun endi boshlayman kitob o'qishni. O'tkir Hoshimovda o'zi kitobida onasi haqida berilgan hikoyasi yoqdi, chunki unga har O'tkir Hoshimov shunchalik onasiga mehribon bo'lgan, juda chiroyli tasvirlab bergan onasi haqida. Umuman olganda menga tadbir juda ham yoqyapti. O'zim uchun foydali ma'lumotlar olyapman.
Asal Mansurova Qarshi shahridagi 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiydi. U asosan bo'sh vaqtini ushbu kutubxonada o'tkazadi. Turli badiiy kitoblar mutolaasi bilan shug'ullanadi. Shu kuni Asalning jahon adabiyotining yirik namoyandalaridan sanaluvchi Frans Kafkaning Evrilish nomli romanini o'qiyotgani e'tiborimizni tortdi. Kitobxon qiz bizga ushbu asar haqida o'z tushunganlarini gapirib berdi. Hozirda men Frans Kafkani Evrilish asarini o'qiyapman. Va bu asardan tushungan narsam, meni hayron qoldirgan narsa, bu asarga ozgina fantastika qo'shilgan, lekin hayotga bo'lgan eng kerakli narsa. Masalan, bu yerda bosh qahramon Gregor Zamza ertalab uyg'ongan holda hayvonga aylanib qolgan va u birinchi boshida ota-onasi undan jirkandi, qo'rqdi. Keyin bu oddiy hol bo'lib qoldi. Na ish qila oldi, na bir ota-onasidan ham uzoqlashib ketdi va mehri ham kamaydi. Va asarning ma'nosi, men tushunganim, inson ota-onasi va yaqin atrofdagi odamlari bilan munosabatda bo'lishda jiddiy qarashi, masalan, oddiy emas, o'shanda jiddiy qarashi va oxir oqibat hamma ham yolg'izlanib qoladi agar birorta ish qo'lidan kelmasa. Men shu asarni tushundim va hech qanday qo'ldan kelmaydigan ishsiz inson hayotiga keraksiz odamga aylanib qolishi katta ehtimol bilan kutsa bo'ladi narsa. Shu narsani tushundim bu asardan. Va bu asarni o'qib o'zimga olgan xulosam, har hayotga, ota-onamga va yaqin odamlarga kerakli farzand bo'lishim kerak. Hayotga bir qarab olsa, ishidan ajralishi mumkin kimdir va ishidan ajralgandan so'ng ota-onasi uni to'g'ri qabul qilmaydi. Masalan, kichik keraksiz bo'lib qoladi-da. Shunaqa ma'no berilgan. Men bu kitobni tavsiya qilaman, chunki har bir insonning hayotiga maqsad paydo bo'ladi. Bu kitobni o'qigan katta-kichik farqi yo'q. Maqsad paydo bo'ladi va hayotga kerakli inson bo'lishini o'zi tushunmaydi. Agar ish yo'qmas, ishlamasa va maqsadi bo'lmasa, qanaqa inson bo'lib qolishini, hatto hayvonchalik bo'lib qolish, hayvon bilan bir xil bo'lib qolishini anglab yetoladi. Kitob insonning ma'naviyatini shakllantiradi, dunyoqarashini oshiradi. Prezidentimiz tomonidan kitobxonlikka qaratilayotgan e'tibor yoshlar orasidan ham ilmga tashnalarni sarlayapti va o'z navbatida ko'pgina iqtidor egalari ham kashf etilyapti. Tanlov va tadbirlar misolida. Qashqadaryo viloyat Saida Nasafiy nomidagi axborot kutubxona markazida ham ko'plab mana shu keluvchi va o'z navbatida kitobga oshno bo'lgan yoshlarni uchratishi mumkin. Ayni paytda ushbu kutubxonada 255 mingga yaqin bosma nashrlar, shu bilan bir qatorda elektron variantlar bilan hisoblaganda esa 400 mingga yaqin gazeta, jurnallar bo'ladimi, ilmiy qo'llanmalar har birini uchratish mumkin. Har bir inson dastlabki tarbiyani, ya'ni ma'naviy ozuqani oilada ota-onadan oladi, keyin esa maktabga boradi. Jamoada o'zini qanday tutishni o'rganadi. Ma'naviy ozuqa olishning chin inson bo'lib yetishning birdan bir yo'li bu kitob mutolaasi hisoblanadi. Inson kamoloti va bilimining manbai kitob bilan bog'liq. U insonni komillik sari yetaklaydi. Darhaqiqat bu ma'naviy sarchashma farzandlarimizning dunyoqarashini boyitadi, nutqini o'stirib, xotirasini mustahkamlaydi. Kitob maslahatchi, sadoqatli hamroh, eng yaqin do'st va bebaho boylik hisoblanadi. Bola tarbiyasida uning o'rni muhim. Millatning ma'naviy ruhiy dunyosini kitobga munosabati, kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Shu bois yurtimizda aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan bu borada prezidentimizning qator qaror va farmonlari e'lon qilinayotgani, hatto bilimli yoshlarning izlanishlari ortidan avtomashina yutib olishayotgani ana shunday imkoniyat va e'tiborning yorqin namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, ota-onalarning o'z farzandlarini kutubxonalarga yetaklab borishi ularning qiziqishlarini oshirsa, bobo va buvilarning ham bunday an'anaga sodiq qolishi ilmga tashna o'g'il-qizlarning soni oshishida muhim o'rin tutadi. Axir nabirasini bu kabi ziyo maskanlarga olib borishga nima ham yetsin. Biz mana shu kutubxonadan 1-2 yildan beri obunamiz, mana nevaram bilan mana kitoblar olamiz. Kitoblar juda yaxshi. Mana nevaram 4-sinfda bitiribdi. 2 yildan beri shu yerga qatnaydi. Hamma kitoblarni shu yerdan olib mutolaa qiladi. Endi nevaram shu oxirigacha 10-sinfda bitirguncha shu yerdan endi kitob olib, o'rganib, hamma narsani o'qib, ko'p narsani o'rgandi shu kitoblardan. Mana hozir 4-sinf bo'lsa, nasib bo'lsa 10-sinfgacha shu yerda obuna bo'lib, kitoblardan mutolaa qilishdi.
harakatida. Birinchi olib kelgan savolnomamda bu nevaram 2-sinfda edi. 2-sinfdan boshlab mana rus ertaklari kitoblarini olib turadi. Rus ertaklari kitoblarini o'qiydi. Undan keyin mana hozir 4-sinfga o'tgandan keyin hozir mana yangi kitoblarni o'qishni boshladi. Syurpriza zолотых idey, rekordov и достижений degan kitoblarga o'tdi. Undan keyin mana практическое руководство по использование желаний degan kitoblarni o'tdi. Ruscha kitoblarni bemalol o'qiy oladi. Ruscha kitoblarga o'qiydi bemalol. Mana Umar Xayyomni ruboiylarini o'qiydi mana. Sinfdan sinfga o'taversa, mutolaa qilib yana bundan ham yaxshiroq kitoblarni o'qishni boshlaydi. Kutubxonaga olib kelishda zavqi boshqacha. Ikkina nevaram bor, 2-sinfda o'qiydi. U bugun kela olmadi, darsda bo'lgani uchun. Ta'til paytida endi ko'proq e'tibor shu faqatgina mana shu nimada bo'ladi. Ta'til paytida ko'proq kelamiz. Hozir maktab vaqtida sal kamroqda, ta'til paytida tez kunosha yoki har kuni shunday kelib turamiz. Bugun biz 11-maktab o'quvchilari 4 ta qiz bo'lib keldik. Bundan tashqari yana bir 5-6 ta qizlar, o'g'il bolalar kelishdi. Bu kutubxonada shu yildan boshlab kitob o'qishni boshladim. Menimcha bu maktab kutubxonasidan ko'ra ancha yaxshiroq, chunki ko'proq kitoblar bor va o'zim xohlagan kitoblarni ichidan topa olaman. Hozirda men jahon adabiyot kitoblarini ko'pincha o'qidim. Masalan, Frans Kafkani Evrilish kitobini, keyin Dostoyevskiyni Oydin tunlar, Jinoyat va jazo va o'sha kitoblarni hozirda shu kutubxonada o'qiyman. Tanlayotgan yo'nalishim kitobxonlikka aloqasi yo'q. Mening maqsadim o'zi kelajakda kasbim tarjimon va men ingliz tilida ham sal bo'lsa ham bilaman va kelajakda o'sib boradi bu. O'sib borgan sari men inglizcha kitoblarni o'zbekchaga nashr etib, tarjimalab qilishim ham mumkin. Maqsadim ham bor shunaqa. Ko'plar mana o'z tengdoshlaringizga kutubxonaga kelishni tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman, chunki inson hech qachon uyga o'tirib dars qila olmaydi, lekin kutubxonaga kelsa, albatta dars qila oladi. Men o'zim shunga aminman, chunki o'zim kelib ko'rib qilaman dars. Ko'pincha repetitorimdan oldin kelaman, 3 soatlab o'tiraman ba'zida. Kitobni o'qisam 40 yoki 40 betli o'qiyman eng ko'pi. Tahlil qilaman, keyin o'zimni o'sha kitob ichiga kirg'azib, o'sha bosh qahramon o'rniga o'zim qo'yib ko'raman. Uni tugatish emas, muhimi uni mazmunini tushunib, uni bilib, o'sha asarni ichiga o'zini qo'yib ko'rib o'qish kerak. Shunchasi hosil bo'ladi, shunchagina o'zining maqsadiga ham erisha oladi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Buning uchun avvalo milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirish va ularni keng targ'ib qilishga alohida e'tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, har bir yigit-qizlar kitob mutolaasiga alohida e'tibor qaratishlari, bunday amaliyotni o'zlari uchun foydali shiorga aylantirishlari asosiy omillardan sanaladi. Ko'pincha dugonam bilan kelaman, chunki u bilan kelib o'qish juda maroqliroq hisoblanadi bir o'zim kelgandan ko'ra. Men o'zim detektiv kitoblarni o'qishga qiziqaman, jahon adabiyoti yoki badiiy adabiyotlarni ham o'qishni yoqtiraman. O'zim bu yerda juda ham kitoblar ko'p. Ko'pincha o'zim hamma xohlagan kitoblarni topganman bu yerda. Men o'zim 9-sinfman. O'zi 9-sinflarning darajalariga, ya'ni tushunish, uni oddiyroq detektiv kitoblardan Agatha Christiening kitoblari bor. Eng birinchi o'qib ko'rganda ham birinchi betlardan kitob o'qishni yoqtirmaydigan odamlarni ham o'ziga jalb qilib keta oladi. Men sinfdoshlarimga o'zim rus tilida o'qiyman. Vostochniy ekspress yoki Trup biblioteka degan kitoblarni maslahat beraman. Boshdan o'qib boshlashga lineykasini. Axborot kutubxona markazida 19 yildan beri faoliyat yuritaman. Bugungi kunda kutubxonada juda ham katta qiziqish uyg'onmoqda. Yoshlar uchun, keksa yoshlar uchun umuman kutubxonaga bo'lgan qiziqish oshmoqda. Chunki bu bilishimiz mumkin, prezidentimizning tashabbuslaridan ham bilishimiz mumkin, bu kitobxonlikka qaratilayotgan e'tiborlardan ham bilishimiz mumkin. Bu kitobxonlik haftaliklar o'tkazilyapti, chunki bu bundan tashqari o'sha Central Aziya degan haftaliklarimiz va umuman kitobxonlikka juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda oladigan bo'lsa, bizning kutubxonamizda 18 mingdan ziyod kitobxonlarimiz faoliyat olib foydalanishadi. Bularning natijasida albatta o'sha kitobga qiziqish ko'payib bormoqda.
Bugungi kunda elektron kitoblarmi, bosma nashrlarga ko'proq ehtiyoj qanaqa degan savolga biz kutubxonachilar albatta bu bosma nashrlarga bo'lgan ehtiyoj ko'proq deb bilamiz, chunki elektron kitoblarni uncha o'qishni xohlashmaydi. Yoshlarimiz ham, yosh keksalarimiz ham albatta bosma nashrdagi kitoblarni o'qishni o'zlariga ma'qul ko'rishadi. Biz o'sha suhbat davomida bilamizki, bosma nashrdagi adabiyotlarni o'qiganimizda odam o'zida bir ilhom oladi. Chunki kitobni o'zini bir boshqacha hidi bor deyishadi. Albatta bu o'sha telefondan o'qigandan ko'ra bosma nashrda mutolaa qilsangiz, o'sha kitobni hidi bilan juda ham bir uyg'unlashib, o'zida o'sha kitobni obrazlariga kirib keta olasizda. Shunday ekan, bugungi kunda kutubxonalar rivojlanmoqda deb ayta olaman. Bugungi kunda o'sha yoshlarimiz albatta har sohani egallab olishmoqda. Bundan tashqari o'sha badiiy adabiyotlarga bo'lgan qiziqishlari ham juda katta. Albatta bu o'sha prezidentimizning yosh kitobxonlar tanlovi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yosh doirasida belgilangan kitoblarni juda ham maroqli, ko'proq so'rab o'qishadi. Shunaqa bo'ladiki, o'sha kitobni boshqa kitobxonlar olib ketib qoladi. Biza o'sha kitobxonlarimizga topib bera olmay qolgan paytlarimizda kitobxonlarimiz yozdirib ketishadi, hatto o'sha kuni qachon keladi, o'sha kitobni men olib ketaman, o'sha kitobni hech kimga berib yubormang degan vaziyatlarim bo'ladi. Bundan tashqari kutubxonamizda ma'naviyat va yoshlar bilan ishlash sektorimiz bor. Bugungi kunda o'sha prezidentimiz qarorlari bilan o'sha Amir Temurning 690 yilligi munosabat bilan Nasafiy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida ham Amir Temur va Temuriylar tarixi zalini tashkil etdik. Bundan maqsadimiz o'sha Temuriylar davridagi o'sha Amir Temurga bo'lgan qiziqishni o'sha yoshlarimizga yetkazib berish va o'sha zalimizda kirgan paytda o'sha odamni o'ziga tortadigan narsa o'sha Temuriylar va Amir Temurga oid adabiyotlarni jamlanganligi. Bundan tashqari o'sha jadidlar zalimiz bor ham. Unda ham o'sha jadid bobolarimizning adabiyotlari, bu nima hammasi barchasi o'sha yoshlarimiz uchun deb bilaman. Chunki yoshlarimiz o'sha kitoblarni qidirayotgan vaqtda yo'sha o'zlari mutolaaga kerakli bo'lgan kitoblarni albatta o'sha zallarda kirib bemalol o'qib mutolaa qilishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Xulosa o'rinda aytish mumkinki, kitob o'qigan kishi o'qimaydiganlardan alohida ajralib ham turadi. Gap so'zi, yurish-turishi, madaniyati va boshqa xislatlari bilan. Umuman olganda farqli jihatlar talaygina. Shunday ekan, kitob mutolaasini hamisha va hamma vaqt o'zimiz uchun ezgu shiorga aylantiraylik.